Bu yonib turgan chiroqlar Janubiy Koreya. Sun'iy yo'ldoshdan tushirilgan haqiqiy rasm. Mana bu qorong'ulik esa Shimoliy Koreya. Bunisi esa men kabi perfeksionistlarni ko'zini quvnatadigan Barselona shahrining yuqoridan tungi ko'rinishi. Shu joyda kanalga obuna bo'lib qo'ying, hayratlanishingiz aniq. Nyu-York shahri tunda koinotdan mana shunday ko'rinadi. Bunisi ham qolishmaydi albatta. Kanadaning Toronto shahri. Aylana yo'llardan bilib olgandirsiz, bunisi Moskva. Endi bunisini farqlash qiyin emas. Palma orolidan ko'rinib turibdiki, bunisi tungi Dubay. Yaponiyaning Tokiosi ham chiroqlarga boy shahar. Endi bunisi Real Madrid muxlislari uchun maxsus Madrid shahri. Asosan tunda aktivlashadigan Las Vegasning koinotdan ko'rinishiga nima deysiz? Tungi Parij ham ko'zni quvontiradi. Shu joyga hech yeta olmadim. Xo'sh, bunisini topa olasizmi? Shubhasiz, har birimizning orzu va maqsadimiz bo'lgan Saudiya Arabistonining Makka shahri. Markazdagi ushbu eng yorug' yulduzdek porlayotgan hududni esa anglagandirsiz. Fikringizni izohlarda yozing. Va nihoyat so'nggi koinotdan tushirilgan tasvir. Poytaxtimiz Toshkent shahri. Xo'sh, sizga qaysi biri ko'proq yoqdi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring va albatta videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib uni boshqalarga ham ulashib qo'yarsiz.